Xitoyliklar aqldan ozdimi yoki bu yerda bir gap bormi? Hammaga salom, men ismim Javohir. Bugun sizlarga Xitoyda o'qish bo'yicha barcha haqiqatlarni yoritib beraman. Xitoyda bepul o'qish mumkinligi, yotoqxonada bekorga yashash haqida, shuningdek plus va minuslari va u yerda diplom olish arziydimi, shu haqida gaplashamiz. Nega o'zi Xitoyda o'qish bepul bo'lishi mumkin? Xitoy hukumati xorijlik talabalar uchun turli grant dasturlarini taklif qiladi. Masalan, provinsiya grantlari va universitet grantlari. Bu grantlar orqali siz o'qish to'lovini to'lamaysiz, yotoqxonada bepul yoki arzonga yashaysiz. Oylik stipendiya ham olasiz, o'rtacha $200. Bunday imtiyozlar top shahar Pekin, Shanxay, Guanzhoularda berilmaydi. Faqatgina kichik provinsiyalarda, lekin bu ham zo'r imkoniyat. Chunki chet elda o'qisangiz dunyo qarashingiz o'zgaradi va chet ellik do'stlar orttirasiz. Xitoyliklar xorijliklarni taklif qilib, universitetlarni xalqaro darajaga olib chiqmoqchi. Bu ularning yo'li. Eng qizig'i, siz ingliz tili yoki xitoy tilini bilmasangiz ham grantda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Bu 1+4 dasturi. Talablari maktab attestat baholaringiz 4-5 bo'lishi kerak. Birinchi yili xitoy tilini o'rganasiz, ikkinchi yildan esa xitoy tilida bakalavriat boshlanadi. Eng muhimi, birinchi yilda HSK 4 olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz HSK 4 ola olmasangiz, pul to'lab yana boshqatdan o'qishingizga to'g'ri kelib qoladi, lekin bir yilda bemalol HSK 4 olish mumkin. Xitoyga borganingizdan keyin xitoy tilini noldan o'rganishni boshlaysiz, lekin talabalarimizga maslahat beramiz, ketishdan oldin 2-3 oy xitoy tilini o'rganib turish kerak. Shunda vaqtdan yutishadi. Birinchi yili ko'pincha o'qish haftada 5 kun obedgacha bo'ladi. O'qishingiz, yotoqxonangiz tekin bo'lsa, faqatgina yemishga pul ketadi. Rasxodlardan $150-200 oyiga. Xitoyda o'qishning afzalliklari. Birinchidan, bepul ta'lim. Grant orqali kontrakt to'lanmaydi. Ikkinchidan, yotoqxona, kampusda ko'pincha bepul bo'ladi. Uchinchidan, xalqaro muhit. To'rtinchidan, xitoy tilini o'rganish imkoni. Kelajakda katta foyda. Qanday qilib o'qishga topshirishni bilmasangiz, men Javohir Zokirov sizga yordam beraman. Chet elda o'qish bo'yicha ekspertman. Bizning xizmat narxlarimiz boshqalarnikidan arzonroq va servis xizmatlarimiz sifatliroq bo'ladi. Xitoyga o'qishga kirishingizga 90% garantiya beramiz. Men bilan bog'laning yoki Telegramdan yozing. Sizga to'g'ri keladigan takliflarni tashlab beraman. Bir yilda 2 marta qabul bo'ladi. Kuzgi va bahorgi va har biriga 4-5 oy oldin hujjatlarni tayyorlash kerak. Har bitta davlatning o'ziga yarasha kamchiliklari bo'ladi. Xitoyda o'qishni siz bilmagan minuslari. Birinchisi, til muammolari. O'qish ingliz tilida bo'lsa ham, kundalik hayotda xitoy tili zarur. Ikkinchisi, madaniyat shoki. Xitoy urf-odatlarimizdan farqlanadi. Uchinchisi, internet senzurasi. YouTube, Google, Instagram bloklangan. Faqat VPN orqali ishlatasiz. Ya'ni eng muhimi, eslab qoling, talaba Xitoyda o'qishdan tashqari ishlashi mumkin emas. Lekin shustri bo'lsangiz, O'zbekistonga tovarlar jo'natib, biznes qilishingiz mumkin. Nimaga odamlar Koreyaga borgandan ko'ra Xitoyga borgan yaxshiroq? Birinchidan, Koreyada o'qishga ko'p pul ketadi va bankka pul qo'yishingiz kerak. Ikkinchidan, Koreyada o'zbeklar ko'payib ketgan. Kelajakda konkurentlaringiz ko'p bo'ladi. Uchinchidan, hozir viza olish qiyin bo'lib qolgan. Talablariga hamma ham mos emas. Viza chiqishi esa 50/50. Xitoyga diplom olish uchun borish arziydimi? Bepul oliy ta'lim izlayotgan bo'lsangiz, Osiyo bozori va madaniyatini o'rganishni xohlasangiz, yangi muhitga moslasha olsangiz, albatta arziydi. Undan tashqari esa O'zbekistonda koreys, yapon tili bilganlardan ko'ra Xitoy tili bilganlar ko'proq pul topyapti. Chunki Xitoy kompaniyalari ko'p ochilyapti. Xitoyda o'qish katta imkoniyat, agar tayyor bo'lsangiz. Lekin har bir qadamni o'ylab, to'g'ri universitet tanlang va maqsadingizni aniq biling.